Damas savdoda arzon narxda 2025-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 1000 kilometr yurgan, tayyor, beharajat haydashga tayyor bo'lgan Damas mashinasi. Salonlar idealniy bo'lib turibdi. Patologlar quraytirib yaxshi apshkala qilib qo'yilgan. Yaxshi qimmat chexollar taqib qo'yilgan. Malibu barlarga tustunovka bo'lgan. Original 906 necha gaplar bor. Malibu barri beспроводной zaryadkalar bilan, oynalari elektronik qo'yilgan, knopkali. Original Pioneer Night Full'ga tustunovka qo'yilgan, o'zini putlari bilan. Probegi 1300 kilometr bo'libdi. O'yintiga yaxshi linoy poliklarga solib qo'yilgan. Eshiklarga girof qilib qo'yilgan, bitta barmoqda yopiladi. Hop, to'rtta yangi o'rnatishga balon bilan betanga tustunovka qilingan. Mashina absolyutni yangi. Salon qismida ham, kuzov qismida ham ko'ngilni xira qiladigan joylari yo'q. Yangi mashina olaman desanglar, avtosalondan hozir 8100 ga chiqadi taxminan, hech narsa bo'lmaydi, zavodskiy holatda bo'ladi. Hop, kraskasini, probegini ko'rib ko'rsatib tekshirib olasizlar. Damas savdodan hozir mazza qilib haydashingiz uchun tayyor bo'lgan Damas mashinamizni bor yo'g'i $8360 bo'lsa berib yuboramiz.